umrachilar, ya'ni umraboshilar, umraga olib boruvchilar haqidagi gap. Hajni ya, umrani ya sotishadi-da. Bizni millatlarimiz juda zo'rda, shu o'zbek, qirg'iz, bu yaxshi millatlarimiz, alhamdulillah. Ishonuvchan millatimiz. Ayniqsa ahli ilmni gapiga ishonamiz. Endi haligi umraga olib boradigan ham haligi qo'lida aroq olib turib qilmaydi bu narsani. Ja dindan gapiradi, chiroyli gaplar gapiradi, u gapga ishonamizda. Xalq ishonadi. Ishonib, nima desa xo'p deb voy zo'r ekan deb ketib oladi-da, borgandan keyin haligi bechara umraga borgan odam shunday ko'chaga tashlab yuboriladi. Juda ko'p kuzatildi. Juda ham ko'p kuzatildi. Gruppa bo'lib olib boramiz, 3 ta bo'lib deb reklama beradiganlarni juda ko'pchiligi deb bo'ladi. Men hozir mayli u firmalarning nomlarini gapirmay qo'ying. U bechoralar 99% birinchi marta borishi bo'ladi. Hali beri bilmaydi nima qilish kerakligini. Qayta borgan bo'lsa ekan, boshqa bo'lsa. Bu odam savdosi bir xil narsa-da bu. Odam savdosi bu, sotib olyapti odamni o'zini nafsi uchun. Yana bir holat juda bir odamni dilini ezyapti, vayron qilyapti. Umrachilar, ya'ni umraboshilar, umraga olib boruvchilar haqidagi gap bu. Ya'ni hoji boshilar deymiz. Bir paytlar otam rahmatli aytardi, juda ko'pchilik haj purushlar dedi-da. Haqiqatan haj purushlar juda ko'payib ketdi. Haj purush. Hajni ya, umrani ya sotishadi-da. Ya'ni shunaqa yolg'on yaxshi gaplar bilan olib ketishadi xalqni, fuqarolarni. Bu bechorachi xalq, bizni millatlarimiz juda zo'rda, shu o'zbek, qirg'iz, bu yaxshi millatlarimiz, alhamdulillah. Ishonuvchan millatimiz. Ayniqsa ahli ilmni gapiga ishonamiz. Endi haligi umraga olib boradigan ham haligi qo'lida aroq olib turib qilmaydi bu narsani. Ja dindan gapiradi, chiroyli gaplar gapiradi, u gapga ishonamizda. Xalq ishonadi. Ishonib, nima desa xo'p deb voy zo'r ekan deb ketib oladi-da, borgandan keyin haligi bechara umraga borgan odam shunday ko'chaga tashlab yuboriladi. Juda ko'p kuzatildi. Juda ham ko'p kuzatildi. Endi men aytayotgan narsam hali gruppa bo'lib olib boramiz, 3 ta bo'lib deb reklama beradiganlarni juda ko'pchiligi deb bo'ldi. Men hozir mayli u firmalarning nomlarini gapirmay qo'ying, balki ko'plari tegishli ishora ko'rilganda ularga boshqa bo'lgandir, o'zlarining ishlari. Lekin xalqni shunaqa aldab, olib borib olgandan keyin ularga mehmonxona qilib bermasdan, ovqatini bermasdan, umrasini qildirmasdan, u bechoralar 99% birinchi marta borishi bo'ladi. Hali beri bilmaydi nima qilish kerakligini. Qayta borgan bo'lsa ekan, boshqa bo'lsa. Mana shunaqa narsalar qilib turib odamlarni aldab, nechtalari ko'chada qolib ketib, sarson bo'lishib, umraga borib sarson bo'lib, men o'zim ko'zim bilan ko'rdim. O'zim umraga bir borib turaman. Ibodat uchun boraman, boshqa ishlarim ham bo'ladi. Hech ham mana shu gruppa bilan bormayman. Arzon, tekinga duo qilsangiz bo'ldi, biz bilan birga ketsangiz bo'ldi, bir narsa o'rtada gapirib bersangiz bo'ldilar, juda ko'p bo'lgan. Men aytganman, yo'q, men unaqa narsa uchun ketmayapman. Bunaqa qilmayman. U shunaqa qilib turib pul topadiganlar alohida, o'sha imomlar bilan o'zlari qilishaversin. Menga bu narsa yoqmaydi. Men o'zim turist qatorida boraman, borib turib o'sha pulimga o'zim sotib olib, chiroyli talab qilib olaman shunga. Sendan biletni sotib oldimmi, uchishini talab qilib olaman. Sendan gastinsani sotib oldimmi, gastinsani talab qilib olaman. Aytgan paytimda bo'ladi. Bunda men xafa bo'lmayman. Mana shunaqa qilib gaplashib borganman. Shunaqa qilib borgan, o'zim haqimda gapiray, shunaqa qilib borganimda ham juda sarson bo'lganman, juda ko'pchiligida. Mashitdan turib gaplashaman. Qarangda, mashitdan turib haligi o'sha yerda Saudiyaga ko'chib ketgan, qora aka qilamizda, gastinsani qilamizda, hal qilamizda deydiganlar bor-ku. Mana shunaqalarni mashitdan turib aytaman. Oldindan aytaman. Falonchi voy aka, yaxshimisiz? Siz olib borar ekansiz, siz o'sha yerda kutib olar ekansiz. Gastinsalar tayyormi? Tayyor. Hali men aytgan gastinsa bo'ldimi? Bo'ldi. Aniqmi? Aniq. Hozir zarur desangiz, men hozir pulni chiqarib yuboraman. Bo'lmasa men shunday aeroportdan tushaman, pulni beraman. Yo'q, bitta odam olib borib bersin. Yo'q, shart emas, hoji aka, qora aka. Hamma yo'q tayyor. Siz kalitni olavering, keyin gaplashamiz. Aniqmi? Aniq. Aka, men jiddidan boraman. Ehrom bilan boraman. Ehrom sarsongarchilik degani bu. Men ko'chada to'g'ri borib umrani qilishim kerak. Men gastinsani kutib o'tirib, gastinsa bo'lmasdan, u bilan bir jig'ibiyron bo'lib, uni so'kib yorib boshqa bo'lib, keyin u dabdala bo'lish kerak emas umra. U ish kerak emas aka. Boraman, tayyor bo'ladi, kalit olaman, shunda pulingizni beraman. Xizmatingiz bilan beraman qo'shib turib. Shunaqa gaplashaman. $100 gastinsa bo'lsa, men qo'liga $150 masalan. $500 gaplashgan bo'lsam, 5 kunga masalan $600 qilib berib qo'yaman. Xizmat bilan qo'shib turib.
550 pul berib qo'yadi. Ya'ni hech narsa yutqazmaydi, foyda qilyapti. Shuni kelishganmiz, hammasi zo'r bo'ladi. Boraman u. Shu Jiddaga qo'yganimdan keyin telefon ko'tarilmaydi. Men boraman Makkaga borganimdan keyin u yerda odam bo'lmaydi. Keyin men bitta gaplar gapirganimdan keyin uchib keladi-da, uchib kelgandan keyin ham bo'lmaydi. Nimaga? Chunki beparvo. Bitta odam o'zi menman, o'zi boshqa odam yo'q. Shunga ham beparvo bo'lganda, ha, bir narsa qilaman, hal qilaman deb o'ylaydi-da, qilmaydi. Yolg'on gapiradi. Qarang, shu ulug' joyda turib yolg'on gapiriladi. Aniq emas. Kelganingizdan keyin gaplashayliklar bo'ladigan bo'lsa tushunasiz-ku, unaqa narsa yo'q. Hammasi zo'r cho'tki deydi-da, borganingizdan keyin ehromdasiz, o'ylang. Qo'lingizda chamadoningiz turibdi. Yana bitta qo'lingizda haligi ryukzagingiz turibdi. Ehromdasiz, charchagansiz. Hozir shu holatda borib turib, ehrom bilan yuravermaysiz, borib umra qilishingiz kerak. Shu holatda sarson qoladi-da. O'sha yerdagilar siz hurmat qiladiganlar atay qilmaydi. Beparvolikdan, uquvsizligidan shu ish qilishyapti. Endi o'ylayvering. Gruppaga nima ishlar qilyapti bular? Men-ku jan haqqimni taniydigan odamman. Men tilni bilaman, yo'lni bilaman. Boshqa qilaman. Nechtasini bora deb turib, yondagi gastinisadan o'zim pul to'lab olgan joylarim bo'lgan, borgandan keyin. Senga ishonib qolibman deb. Unaqa qila olmaydiganlar bor, borgandan keyin nima qiladi ular? Men-ku Jiddaga tushaman, shunda sim kart olaman. U bechoralar sim kart olishni ham bilmaydi. Kimida sharoiti bor, kimdir o'quvi yo'q, olishni bilmaydi. Nima qiladi u bechora sarson bo'ladi? Mana shunaqa sarson qilib qo'yib turib pul topayotganlar bor. Umrachilarni olib borib turib, rasaki qop-qop va'dalarni berib, keyin ularni aeroportlarda sarson qilib qaytish biletlarini yo'q qilib, ana endi hozir o'zimnikini aytdim. Mana endi ko'rgan voqeamni aytay. Menga juda qattiq ta'sir qilgan. Madinada turibman. Shu Madinada qolib ketganlar ekan. Endi keta olmayotgan, aeroportda qolib ketgan, ushalgan, shunaqalar ekan. Yosh katta, keksa odam. Surxondaryolikmi, Qashqadaryolik bittasi. Oldimda turibdi. Yig'lab o'tiribdi. Haligi sarson qilib hoji boshi ko'rinmay yo'q bo'lib olganda qochib ketgan. Biz gaplashib o'tirdim. Nasl olib keldim. Bechoraga rahmim keladi. Rahmim kelyapti. Lekin jahlim ham chiqyapti. Nimaga? Gapning orasida qaytib umraga kelmaganim bo'lsa. Ha, bolam, boring desa kelibman, bekor kelibman. Qaytib kelmaganim yergam chuqur ko'rsin bu joylarni, deyapti-da. Haligi iblis, haligi haromxo'r umra boshi odamlarni aldaydigan mashinnik mana shu holga kelib qo'yapti. Hali bechora otaxonni yo'q, bolasi to'lagandir, yo'q o'zini puliga kelgandir. Puli isrof bo'ldi bekordan. Umra nima bo'ldi endi u yerda? La'nat aytayapti kelgan joyiga. Yergami chuqur ko'rsin deyapti. Mana shu joyga kim olib kelyapti? Mana shu umrachilar olib kelyapti. Ya'ni umra boshilar, hoji boshilar, ya'ni boshqacha aytganda. Kamiga davlatning yuzini ham xunuk qilib, kim kelgan desa aeroportda turganlar, O'zbekistonliklar ekan, chiqarmayapti ekan. Qirg'izistonliklar ekan. Davlatning sha'niga ham yomon gaplarni olib kelib, Allohni ham qarg'ishiga qolib, xalqni qarg'ishiga qolib, shu bilan yana bemalol yashab yurganiga hayron qolaman-da o'sha hoji boshilarni. Bu ishlar harom. Yaxshilab eslab qo'yinglar shu gapimni. Yoqtirarsizlar, yoqtirmassizlar bu gapimni. Halol hoji boshilar ham, harom firmalar ham bor, ular o'zlariga olishmasin. Ularga tegishli emas bu narsa. Shunaqa o'shalarni halollarni o'sha doq tushirayotgan, nomiga tushirayotgan bir ikkita iflos, bir isqirt, harom deb katta bo'lganmi yoki shunaqa bir hoji boshlarga aytilyapti bu gap. Odamlarni sotaveradigan. Bu odam savdosi bir xil narsa-da bu. Odam savdosi bu, sotaveryapti odamni o'zini nafsi uchun. Harom bu topgan pulinglar. Buni yig'izarkansizlar, farzandinglarga xotirjam bo'linglar, harom narsa yig'izyapsizlar. Kelajakda u farzanddan yaxshi narsani kutmaysiz. Vaqtida ko'zinglarni ochinglar, pul uchun, mol dunyo uchun odamlarni unaqa sotavermanglar arzon garoviga. Odam savdosi bilan shug'ullanmanglar unaqa qilib. Harom ishlar qilmanglar. Qo'linglardan kelmaydigan bo'lsa, arava torting. Novvoychilik qiling. Duradgorlik qiling. Lekin buni qilasizmi? Halol qiling. Qilmaydigan bo'lsangiz bunaqa narsaga bu ulug' ish bu. Juda katta ish. Sizlar tutgan ish juda katta ish bu. Bu ulug' bir vazifani, Allohning bir farzini amalga oshirishga yordam beryapsizlar sizlar. Ham pul topyapsizlar, ham savob oladigan zo'r ish bu. Lekin xuddi shuni teskarisiga erishasizlar agar bu ketishda bo'ladigan bo'lsanglar, ko'zinglar ochmaydigan bo'lsanglar. Vaqtida ko'zinglarni ochib olinglar.